Sen 500 gradus, 0 gradus düşürme ma hayatga rekordni buzma depsiz. Qanday gap bo'lib ketdi? 我的天哪 Men bu gapga javob berishdan burun, mana shu do'konda ko'zni ostirayotgan shu xaridorlardan bir masala tepinglar. Ashlarniki chin yurak ko'ngildan chiqqan gapni anglab beqinglar. Bo'ldi, unda o'z chataq yo'q. Navada andamanda shub qilib qolsa, sazay qilyapti. Bu ağzın poğaçlık vatamdı yoki rasmida ham siz ko'zingizni asirtyapsiz yoki bir balangizning ko'zini asirtyapsiz? Balamni ko'zini asirtyapman. Ayni vaqt men kelishdan burun qanaq 4-5ni ko'rdi, hozir bir bosqich asrash orqali 4-9ni ko'rgan bo'ldi. 4-9ni ko'rgan bo'ldi. Endi men bir bosqich asrash qildim deysiz, davomli asrash qilmoqchimi yo aynak taqatqizmoqchimi balangizga? Davomli asrash qilmoqchi. Hamda rahmat ziyoratni qabul qilganingizga. Yuqorqi ota-onam shundaq hamda rozmanligini yana davomli bu yerda asirtishni degan bo'ldi. Sizlar uzuqliq orqali asli keltiramsizlar, asramsizlar yoki hamda boshqa bir uskunni olibmi? Mana shu bolalarniki hozir ko'zda ko'rilayotgan masala asosli mana shu jiroq yaqinni ko'rmaslik masalasichi. Jiroq yaqinni ko'rolmaydigan bo'lib qolgandan keyin nuqul olda mana shu ko'zoynakni gradus ko'zoynak taqaydigan kun qoladi. Endi undan boshqa yana rang tonish iqtidorini ozlab ketadi-chi. Endi keyin nur chechilish, ko'zlik nur chechish eg'irlab ketadi. Endi mana shunday ahvol ostida ko'zningki mana shu gradusni tuvaltishdan burun biz uzuq orqali mana shu ko'rish quvvatini yuqori ko'tarishdagi bir kam ko'zda kam bo'lgancha ixonsu deymiz, andan keyin sayroq yuparmoq pigment deymiz-chi. Yana kesan topilma shu darajada ko'zga muhim bo'lgan uzuqlarni to'liqlab, shuning bilan birga qo'shib mana shu bizningki asosli nishonimiz mana shu ko'zning ichidagi kristal tanchining shaklini asliga keltirishchi. Shaklini asliga keltirishdan burun yana mana shu biz ko'zdagi pallalarni ulab, ammo qilgandan keyin mana jinglo yo'llari, ya'ni ko'z munosabatlik pallalar echilib, jinglo yo'llari rivojlangandan keyin, andan keyin ko'zning ichidagi kristal tanchining atrofidagi muskulni-chi chiqaydi. Muskulni biz mana shu aslilar jiroqni ko'rolmaydigan bo'lib qolsa, bu muskul qaytishib olgan bo'ldi-chi. Yana ko'zniki kristal tanchi semirib olgan bo'ldi-chi. Biz buniki kristal tanchining shaklini asliga keltirishdan burun muskulni elastigini oshiramiz-chi. Shuni buni birlashtirib bizning mana shu fiziklik uskunlarimiz bor. Mana davolash. Bir qatimliq asrishingiz necha bo'ldi? Mana shu bir qatimliq asrishimiz endi 78 ko'y to'xtaydi hozir. Faaliyat qildi, unda bo'lsa 7 kundan 399 ko'ylab faaliyat qilib turing. 399 ko'ydimmi? Bo'ldi. 399. Ondan bo'lsa bu yerda hamda birinchidan uzuqliq orqali fiziklik jihatda asrash qilib bir bosqichda men yuqorqi ota-onama Raus unumni ko'rdim deydi. Hamda shu ko'z og'riyotgan, bo'libmi 16 yoshdan tuvan yasli boshlang'ich to'liqsiz o'tirdi o'qiydigan bolalar va ota-onalar dal bu şey kelsanglar bir qatimliq tiyan naqsiz qilib qo'ying. Bir qatimliq tiyan nima? Ta'til vaqti emasmi? Bolalarning ko'proq vaqti bor. Mana shu ko'proq hamda bolalarningki ko'rish quvvatini yaxshilashchi. Ko'zoynak taqsin yoki taqmasin, bolalarning ko'rish quvvatida chuqur ojizlash bo'lsa-chi, mana shu 7 kunlik fursatdan foydalanib faoliyatga qatnashib qolsa, yana bir mavsum o'tkicha ota-onalar andish qilib ketmasin bo'ldi. Masalan, ko'zoynak taqmagan bolalar o'qib qolsin-chi. Chunki ko'zning ko'rish quvvati zo'r darajada yaxshilandi-chi. Gradus tushib kelishining oldini to'liq og'il bo'ldi. Ekran yuzdagi ota-onalar hamda bolalarimniki mana shu ko'zni bir asırtib baxsan bo'ldi, tekshirib baxsan bo'ldi degan ota-onalar dal mana shu avzungni izlab kelsanglar bo'ldi. Bir qatimliq tiyan haq suzib ketdi, uningdan boshqa bir bosqichliq asrash 399 qo'yib ketdi. Telefon nomeringizni deb bergan bo'lsangiz. Aloqa qilish telefon nomerim 185 99 777 655. Ben adresini berib atgan bo'lsam. Shamponjayan, ya'ni 6-o'tirning yon tarafiga joylashgan Kangyan bu ko'zning ko'rish quvvatini yuqori ko'tarish markazi. Bolalardagi ko'z og'riyotgan, ko'zimni asrasam bo'ldi degan do'stlarga bu filmni ko'plab taqdim qiling. Rahmat sizlarga.